Do'stlar, Farg'onadagi yirik poyabzal ishlab chiqarish korxonasiga kelganmiz. Bu yerda hozir rahbarlari bilan birgalikda ish jarayonlari, oylik oborotlari qanchaligini sizlarga to'liq intervyu mobaynida ma'lumot berib o'tamiz. Tushunishlar uchun bu yerga muhtaram prezidentimiz ham tashrif buyurganlar. Qani birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum. Ro'shan aka. Yaxshimisiz aka? Yaxshi bo'lmayman. Inshaalloh yaxshimisiz. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz aka? Endi ichkarini bizga ko'rsatasizmi? Mayli. Bu hozir birinchi korxonangiz, Ha, Dostonbek, aynan bu Merfin korxonamizni aynan yurak desak bo'ladi. Ya'ni o'sha jarayonlarda boshlanish joyi desak bo'ladi. Endi ofisga kirib bir qator gaplashamiz. Ravshan aka, bu korxonani korxonalarimni yuragi birinchidan boshlaylik deb aytdingiz. Nima uchun bunaqa? Bu korxona endi shu ya'ni o'sha oyoq kiyim ishlab chiqarishdagi xom ashyosi aynan shu yerdan boshlanadi. Shuning uchun bu korxonalar yuragi dedim. O'zi nechta korxona bor? Poyabzal ishlab chiqarishda qanaqa jarayonlar bor? Nechta korxona qaysi biridan qaysiga o'tadi? Endi birinchi batdan seriyalar chiqarilib, keyin qanaqa etaplarga o'tadi shu haqida ma'lumot bersangiz. Bizda hozirda ishlab turgan 3 ta korxonamiz bor. 3 ta korxonamiz. Bu birinchisi bo'lsa, yana bundan tashqari 2 ta korxona bor. Jarayonda shu sizga birga ko'rish jarayonida ko'rsataman. Ya'ni ishlab chiqarish jarayonida ko'rsataman. Demak, boshi bunga keldik, keyingilarida bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Hozir bu yerda men sertifikatlarda bunaqa prezidentimiz tashrif buyurganlar rasmlari bor ekan. Birinchi batga prezidentimiz shu korxonaga tashrif buyurganlar, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni o'sha bu korxonamiz 2022-yilda yangi tashkil bo'lgan, 3-chisi. Bunda hurmatli prezidentimiz ya'ni o'zlari tashrif buyurib, aynan shu korxonani ochilishini qilib berganlar. Bu prezidentimiz tashrif buyurganlardagi portretlari. Keyin bular bizga har yili shu viloyat hokimligi tomonidan, Ushcharim sanoat tomonidan bizga tashakkurnoma shunaqa narsalar taqdim qilinadi. Sertifikatlar bor Ushcharim Expo'dan. Keyin biz o'sha dunyo bo'ylab nimalar bo'ladi? Expo выставkalar bo'ladi. Bu Moskvada bo'lgan выставkada qatnashganmiz. Shundan nima? Diplom berishgan. Shunaqa. Bu yerda siz bu yerda turibsiz-a? Bu yerda men viloyat hokimi, hurmatli prezidentimiz, akam. Endi oilaviy bu zavodda ichida oilaviy faoliyat yuritasizlar. Deyarli oilaviy desa ham bo'laveradi. Endi Merfinko korxonasi o'zi aslida katta oila. Biz bilan ishlayotgan hamma biz bir xil bitta oila deb bilamiz. Shunaqa. Endi korxonani bizga faoliyatlari, ish jarayonlari bilan ko'rib chiqsak. Marhamat, ko'rsatamiz. Dostonbek, bu yerda o'sha o'zimiz ishchi xodimlar ishlaydigan joylarimiz. Keyin men sizga hozir bu joyda ish boshqaruvchisi bilan tanishtiraman. Sherzod aka. Sherzod aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, sog'lig'ingiz yaxshimisiz? Rahmat aka. Qiyinchiliklar bo'lmayaptimi bunaqa katta korxonalar boshqarishda? Bu korxonani o'zida ham showroomlarni tashkillashtirib qo'yibsizlar-a? Ha, endi asosan showroomlarni bor qilib, imkon qadar yaxshi qilib ishlashga harakat qilyapmiz. Bitta showroomlarni showroomlar kelavering. Bu hamma korxonaning o'zini showroomi bor. Ha. Birinchi korxonamizga ham o'rtoqlar shunaqa showroomlar qilishib, men kelib turgan mijozlarga mana shunaqa chiroyli qilib terib qo'yishdi, tanlab bularga buyurtmalar berish uchun. Asosiylari Dostonbek nari ishxonalarimizda bu yerda endi misol kelsa nima chiqadi o'zi bu yerda desa, mana shu showroomni ko'rsatamiz, shu bali oyoq kiyim chiqargan bu yerda degan xulosa olish uchun bu yerga ham qo'yib qo'yganmiz. Bu yerda ham yaxshi narsalar bor. Ko'rsatib nima qilsalar ham bo'laveradi. Endi bizga ishlab chiqarish jarayonlari ko'proq qiziq. Keyin Ravshan aka, korxonani o'zi bu yerda umumiy nechta xodim ishlaydi? Bu korxonada, birinchi korxonamizda. Bizda bu korxonada 50-60 ta atrofida odam ishlaydi. Endi sezon payti ko'payadi. Misol uchun vaqt kelsa ko'paytiramiz, vaqt kelsa pasaytiramiz. Asosan shu 50-60 ta, 100 tagacha bo'lib ketadi, shunaqa. Har bir korxonangizni oylik oborotlari menimcha har xil. Hozir bu korxonani oboroti qancha endi? Endi u narsani oxirida hozir nari korxonalarga ko'rsatib, oxirida aytaman.
Hozir ish jarayonlarini ko'raylik, keyin keyingi etapga o'tamiz. Demak, do'stlar, oylik oborotlari keyingi borgan korxonalarimizda qo'shib aytilar ekan. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, to'liq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Aha. Marhamat, mana. Voy. Korxonaning ichki qismi juda katta. Ha. Qana 12-3 korxonalarimiz bundan ham katta bo'lsa kerak. Ha, bu eng kichigi korxonamiz, narigilari bundan ko'ra kattaroq. Hozir bu yerda nima deb tushuntirsak bo'ladi? Qayta ishlash jarayonimi yoki ishlab chiqarish jarayonimi? Hozir bizga shu protsessni ko'rishimiz uchun. Yo, bu ham ishlab chiqarish. Bizda hamma ishxona ishlab chiqarish. Bu o'sha granula, Eva granulani noldan boshlab turib ishlab chiqarish jarayoni bor. Ichkarida ko'rsatib beriladi sizda. Granula holati, ya'ni o'sha oyoq kiyimga podojvasi quyilish uchun granula holatda bo'ladi. Shu granulani oldin import qilib olib kelardi Xitoydan. 100% import bo'lardi. Hozir mana qaysidir qismi import bo'ladi, lekin 60-70% ni o'zimiz shu granula holatiga olib kelyapmiz noldan boshlab, smes qilib. Demak 70%, 60% o'zingiz mahalliylashtirilgan. Hozir import qilinadigan tovarlarimiz ham bormi korxona faoliyati uchun? Bor. Endi ma'lum qismda bo'ladi. Ma'lum qismda iloji yo'q, zarur joylari olinadi. Qolgani shu o'zimizdan, misol uchun, mahsulotni brak bo'lib qolgan holati bo'lardi. Oldin bu narsa 100% misol uchun chiqindiga ketardi. Endi hozir mana bu apparat qo'yganimizdan keyin nimani ham qayta ishlab turib zavodga beramiz, zavod o'sha yangi mahsulot qilib chiqarib beradi. Demak, chiqindi yo'q, hammasi o'zlaringdan yana hammasi chiqarilaveradi. Chiqib ketaveradi. Tushunarli. Hozir bu korxonani ichidagi bu stanoklar seriyasini ishlab chiqarish uchun asosan faoliyat shunaqa. Endi bular bilan bitta tanishtirib. Ha, jarayon boshlanadi, Sherzod aka. Demak, Sherzodga hozir mana shu mahsulotni chiqarishlik jarayonlarini bizga bitta tushuntirsangiz. Hozir aytgan sottirgan mana yigitlar bunga stanoklarga tiqishyapti. Bu mahsulot qayerdan keladi? Mana shu importdan var, Xitoy yozuvi. Albatta, bu mahsulotlarimiz asosan Xitoydan import qilamiz. Bu hozirgi jarayonda, mana bu ko'rayotgan jarayoningizda hozirgi 10 xil mahsulot import qilgan mahsulotlarimizni aralashmasdan tayyor bo'ladi. Hozir bu yerda ko'rsatish jarayonida tushuntirib o'tib ketaman. Mana bunaqa qoplarda bizga mahsulotlar keladi. Bularda komponenti deymiz, общий komponent deb gapiramiz. Bularda misol 18-28 da yana bir 9 xil mahsulotimiz bor. Bu mahsulotlarni asosan mana shu stanogimizda jamlab xamir holatda olib kelamiz. Keyin bundan xamir holatda o'tib bo'lgandan keyin ikkinchi stanogimizga o'tadi bu. Bu yerdan xamir holatida kelgandan keyin bunga tushib, bundan bu stanogimizga o'tadi. Maqsad bunga tushishdan maqsad u stanogimiz o'sha xamirda bo'layotgan jarayonda ichidagi havolarni chiqarib yuborish maqsadida qilingan bu stanogimiz. Bu etapdan keyin narigi etapga o'tadi, lenta etapi deyiladi. Lenta etapidan keyin asosan granulyatorga tushadi. Granulyatordan tushgan mahsulotimizni shnek orqali granula holatiga keladi. Keyin granula holatda kelgandan keyin sushkaga o'tadi. Sushkadan keyin bunkerga o'tkazamiz. Bunkerda qadoqlash mahsuloti bo'ladi. Tayyor mahsulot paydo bo'ladi. Shu mahsulotimizni biz boshqa zavodimizga yuboramiz. U yerda keyin shu padoj g'urflarni chiqarishni boshlashadi. Hozir demak, stanoklarda bitta-bitta o'tib, bir-biriga o'tib, oxirida tayyor mahsulot. Endi bu korxona uchun bu yerda chiqarib turgan mahsulotni tayyor mahsulot hisoblanadi, keyingilari uchun bu yarim tayyor mahsulot hisoblanadi. Albatta, biz uchun tayyor mahsulot hisoblanadi. Albatta. Hozir bitta o'sha protsessini bitta ko'rib chiqsak, bo'ldi. Hozir chiqayotgan jarayonni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda mana qilib mana shu holatga keladi. Bu hozir oyoq kiyimga eritadimi buni? Menga dedingizmi? Benzinga ekanmi? Ha, bu Eva mahsuloti hisoblanadi. Bu issiq sovuqqa chidamli bo'ladi. Issiq sovuqni o'tkazmaydigan chidamli mahsulot bo'ladi. Suv ham qatnashadimi hozir faoliyatda? Asosan suv
stanoylarimizni axlatlaniyasiga ishlaydi, sovutish tizimiga ishlaydi. Aprof bilan fosfor. Ha, sovutishga, stanoylar sovutishga ishlaydi hozir. Bundan keyin mana shu qadoqlash bo'ladi. O'zingiz ko'rayotgan o'sha ma'lum miqdorda kilolanadi, 25 kilodan qopda bo'ladi. Bu standart hisoblanadi. Bu keyin qadoqlanib, o'sha sizlar aytmoqchi bo'lgan o'sha narigi keyingi qolganlarni tayyor qilamiz. Mana shu tayyor mahsulot hisoblanadi biz uchun. Sizdagi hozir bular bu yerda ishlab chiqarib turgan mahsulotlaringiz bugunni o'zida keyingi korxonalarga yetkaziladimi yoki bu yerda sklad qilib saqlanadimi? Yo'q, chiqargan mahsulotimizni hozirgi kunda narigi zavodimizda ham hozir kengayish bo'lgan. Shu jarayonda biz asosan chiqargan mahsulotimizni yuboramiz. Chiqqan mahsulotni sразу uylarga yuboramiz. Bugunni o'zida ketadi. Bugunni o'zida saqlanmaydi, ketadi. Hozir bu yerda mahsulotlarimiz buni Xitoydan olib kelib turgan import tovarlarimizni hamcha bu yerda bitta olib kelganda 1 oylik, 2 oylik tovarlarni olib kelib olsalar kerak. Albatta, endi albatta, chunki ishlar jarayonimiz bizda kundan kunga o'sishda davom ettiryapmiz. Sababi biz hozir xudo xolasa o'zimizdan tashqari sotuvga ham o'zi tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mahsulotimizni eksport qilishga ham xudo xolasa niyatimiz bor, xudo xolasa. Demak, hozir eng katta nima deydi? Bu yerda ishlab chiqarish jarayonini ko'rdik. Yana qanaqa sirlari bor korxonaning? Bizga ko'rsatiladigan. Asosan endi sklatimiz bor bizni hozir. Shu xomashyo turadigan sklatimiz bor. Qolgani endi chetda keyin narigi zavodimizda bo'ladi. Sklat ko'rsatamiz. Hozir mana mahsulotni ishlab chiqarish jarayonini ko'rdik, endi sizga omborimizni ko'rsatamiz. Marhamat. Bu taraf ombor. Bu taraf omborimiz, bizni mahsulotimiz shu yerda saqlanadi, shu omborda saqlanadi. Endi buni ishlab chiqarishga ombor kattaroq qilmasak bo'lmaydi, sababi mahsulotimiz ko'p. Ha, bu import tovarlarning sklad ekan. Import tovarlarning skladi, mana shu omborimiz, mana shu. Bu yerda chiqarib turgan mahsulotlar sразу ketadi. Bu yerda faqat import tovarlar, seriyaga qo'shimchalar hammasi albatta shunaqa. Tushunarli. Rahmat Sherzod aka, sizga ham. Sog' bo'linglar. Do'stlar, Ravshan akamning ikkinchi korxonalariga hozir yetib keldik. Bu yerda faqat mana shu poyafzallarni yengil turdagilari ishlab chiqarilar ekan, Ravshan aka. Endi bizga shu korxona haqida ma'lumotlar bersangiz. Albatta. Korxonamiz aslida bu ikkinchi korxona, bu aslida o'zi bizni tashkil bo'lishimizda avvalgi birinchi korxona hisoblanadi. Sabab dadamiz rahmatli birinchi ishlarni shu yerda boshlaganlar, aynan oyoq kiyimga taalluqli. Shu o'rtada kichkina seximiz bo'lardi. Unda o'sha italyanskiy stanoylar turardi. Dadam rahmatli unda kalishni ishlab chiqarardilar. Kalishdan boshlangan. Keyin sekin rivojlanib, kengaytirib boshqa nimalarga o'tilgan. Asli o'zi bizni hamma sohada ham ustoz bo'ladi. Otamiz, biz ustozimiz, otamiz, keyin mana akamiz bor boshimizda. Nimamiz? Shunaqa. Endi bu seximizda hozir chiqayotgan mahsulotlarni bitta ko'rsatib o'tsam sizlarga. Mana bunaqa mahsulotlar chiqadi. Hozir men bunaqa narsalarni bozorda faqat Xitoydan keladi deb o'ylardim. Hozir biz o'zimizda ham shunaqa qilib chiqarsa bo'lar ekanda, chiroyli qilib. Dostonbek, hozir bunaqa narsalar Xudoga shukr O'zbekistonda o'zida, ya'ni o'zimizda ancha mahalliylashib, o'zimizda ishlab chiqaryapmiz. Xo'p, siz bir jarayonlarni ishlab chiqarish jarayonlarini bir qator ko'rsataman. Undan oldin Ravshan aka, jarayondan oldin biz qanaqa mahsulot beryapmiz xalqqa bitta ombordan bitta ko'rsatsak. Mayli, bir qator ko'rsatib, keyin showroomni ko'rsatib, undan keyin bemalol ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsak. Mana shuni bitta men kameraga ko'rsatib qo'yay. Mana shu fanga hozir qarab turibman. Mana yangi yurishni boshlagan kichkinalarimiz bor-ku, odamchalarimiz. O'shalarga vaqti chiroyli ekan, qaranglar. Tik qilib yuradi-yu. Bitta endi skladchi ukamiz bor, Oyatullo, o'zimiz ukamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Oyatullo bizga shu chiqarilayotgan narsalar, mahsulotlarni skladni bir ko'rsatib, tanishtirib. Marhamat. Endi bizda necha xil mahsulot chiqariladi bu yerda, qanaqa turdagi, keyin kunda nechta ishlab chiqaramiz, har kungilik mahsulotlarimiz bugunning o'zida ketadimi, yo skladda qancha ushlab turamiz, shu haqida bizga to'liq ma'lumot berib,
o'tib ketsangiz. Mahsulotlarimiz 100 xildan oshiq assortimentimiz mavjud. 5 mingtadan 8 mingtagacha kuniga mahsulotimizni ishlab chiqaramiz. Ulardan o'rtacha miqdorda 7 mingta, 8 mingta mahsulot sotamiz. Demak, 5 mingta, 8 mingta bir kunda chiqariladi. Kunda ishlab chiqaramiz mahsulot. Hozir turlari bilan bizga tanishtirib, iloji bo'lsa, aytish mumkin bo'lsa, narxlaridan ham aytib o'tib ketsangiz. Oyatulla aka, hozir mana shu yerda ko'rib turgan skladimizdagi tovarlarimiz bu necha kunlik? Bu kecha va bugungi chiqqan mahsulotlarimiz. Bularni biz hozir Afg'onistonga eksport uchun tayyorlamoqdamiz. Hozir demak, bu eksport uchun tayyorlangan tovarlar. Bu nechta bor bu yerda taxminan? Bitta taxminan 15 mingta mahsulotimiz bor. Eksport. Do'stlar, bir kunda уже mana 1,5 kun bo'ldi, 15 mingta tovarni tayyor qilib, eksport uchun tayyor qilib qo'yishibdi. Endi bularni biz donalik ko'rsatish uchun qayerdan ko'rsak bo'ladi? Bizda vistika zalimiz bor, o'sha yerdan bemalol showroomda ko'rishimiz mumkin-a bularni. Oyatulla aka, showroomda juda ham hali tovarlaringizni turi ko'p ekan, havasli ko'rib, ko'zlar albash bityapti. O'zi necha xil tovar bor bu yerda? Bitta 100 xildan oshiq tovarimiz qo'limizda mavjud. Hozir bu yerda 100 xil tovarni o'zlaring ishlab chiqarasizlar faqat? Battan yarmidan ko'pi mana shu birinchi zavodimizda ishlab chiqariladi. Mana bu tovarlarimiz nari zavodlarimizda ishlab chiqariladi. Demak, sizlar bunaqa yengil rezinalarni bu yerda ishlab chiqarasizlar. Ishlab chiqaramiz. Bunaqa krossovka, bosanoshkalarni nari ikkinchi seximizda ishlab chiqaramiz. Hozir kelib turganimizda faqat bular, deb ko'rishsak. Hozir mana shu mahsulotlar hammasi mana shu biz seximizdan, mana shu birinchi seximizdan chiqqan mahsulotlarimiz. Mana yerda setkalarimiz, krossovkalarimiz, nari seximizda, ikkinchi seximizda chiqqan modellar. Bu yangilik Crocs'larimiz mana shu biz seximizda chiqqan mahsulotlar. Buni ham o'zingiz chiqarasiz. Hozir trendga chiqqan tapichka shumi? Trendga chiqqan modellarim shulardan. Hozir operatorlarning ham shunaqa tapichkalari bor yuribdi qilib. Hop, endi ularimiz ham o'zimizda chiqayotgan mahsulotlar. Mana shu birinchi seximizda chiqadi. Oyatulla aka, mana shu ko'rib turgan mahsulotlarimizni ishlab chiqarish jarayoni bizga qiziq. Shuni ko'raylik. Qani, ketdi aka, ko'ramiz. Men sizga aytdim, betlar o'sha birinchi ishxonamiz, ya'ni o'sha otamiz rahmatli betlarni o'sha kalishni boshlab, ishlab chiqarishni boshlab qilganlar, rahmatli. Aslida kelganingizda bu joylar faqat o'sha bu yerda ko'rib turgan binoingizni, ikki etajli binoni o'rnida kichkinagina bir etajli binocha bo'lardi. Yerda o'sha italyanskiy ikkita kalish stanoy bo'lardi. O'shandan boshlab dadam o'sha odamlarni ishlatib, xodimlarni ishlatib boshlaganlar. Yerda u endi anaqa edi. 3 oy ishlasa, 3 oy ishlamas edi. Boshda shunaqa edi. 3 oy ishlab, 3 oy ishlamasdi, shunga sabr qilib, misol uchun ishlab chiqarishni davom ettirganlar. Undan keyin dadam yonlariga akam kirganlar. Akam hozir boshimiz, shunaqamiz, sifatlarni endi akam do'stlari otamizdan keyin ancha ishlarni chiroyli qilib bordilar yana. Shundan keyin sekin-sekin rivojlanib, narigi stanoylar olindi. Hozir siz ko'rgan tapichgan stanoy bor, o'shalar olindi. Undan keyin ishlab chiqarib, ko'paytirildi. Keyin siz ko'rgandek nari seximiz, hozir men keyingi jarayonda u sexga olib boraman, shetlarni qilib, sekin-sekin kengaydi. Endi men demoqchiman, hamma ishni boshida baribir ustoz kerak. O'sha bizning ustozimiz otamiz bo'lganlar. Ota shu otamiz ishlarni davom ettiryapmiz-da. Keyin shu joyda Ravshan aka, sizga bitta savolim bor. Endi bu biznesda akam bilan birgalikda qilaman dedingiz. Aka-ukalar o'rtasida bunaqa bizneslarni qilishda qanaqadir qiyinchilik bo'lmaydimi? Nimada to'siqlar bo'lmaydimi aka-ukalarga? Yo'q. Aka-ukalar o'rtasida qiyinchilik bo'lmaydi. Sabab menimcha bunaqa narsa bo'lmaydi. Hamma misol uchun o'zini o'rnini bilsa, misol uchun men misol ukaman. Endi ishlab chiqarishda hamma jarayonda ham bo'ladi. Misol uchun qanaqadir noto'g'ri vaziyat bo'lishi mumkin, yo'q bir xato qilishi mumkin. O'sha paytlarda misol akam, o'zim akam o'nimda qilasan, xo'p deb o'sha aytganini qilib yursangiz, bunaqa konflikt hech qanaqa muammolar chiqmaydi. Demak, biznesda ham tarbiya katta ahamiyat kasb qiladi. Tarbiya katta. O'sha imенно siz so'ragan narsaga bizga misol otamiz, onamiz birinchi o'rinda shu birdamlikni anaqa o'rgatganlar. Birinchi o'rinda birdamlik. Keyin qolgan narsa davom etib ketaveradi. Misol qancha narsa bo'lsa ham, agar farzandlar birdam bo'lmasa, boshqa bo'lmasa,
bu narsa yo'qqa chiqadi. Lekin To'g'ri. birdamlik bilan hamma narsaga erishsa bo'ladi. To'g'ri. Endi mana shu biznes qilib turganlarda ko'proq muammoga duch kelib turganlar hali yaqin do'stim, yaqin og'aynim deydi, birgalikda biznes qiladi. Mana shu do'stlikni shu biznesga bog'lashga nima deysiz? Qanaqa fikrdasiz shunga? Endi bunda qanaqa desam bo'ladi? Bunda bu savolni o'zi aslida mendan ko'ra tajribaliroq odamga bergansa yaxshiroq edi. Men o'zimning tushuncham bo'yicha aytaman. Endi aslida yaqin odamni ishlatish qiyin. Juda ham qiyin. Chunki ish jarayonida hali nimaga ruscha aytadigan bo'lsa, nemetskiy gaplashamiz. Misol uchun u qarindoshingizmi, yaqiningizmi, do'stingizmi o'sha kelishilgan narsani qilish kerak. Ish jarayonida belgilangan narsani qilish kerak. Shunda ish hamma o'zini bilgan nima deydi, o'zini nimasini bilish kerak. O'rnini bilish kerak, o'zini vazifasini bilish kerak, haddini bilish kerak. Shunda jarayon ketaveradi. Endi agar u jarayondan chiqadigan bo'lsa, bir qator tushuntiriladi, ikki qator yana tushuntiriladi. Tushunmasa endi o'zgartiriladi. Iloji yo'q. Biznesda shunaqa. Tushunarli. Demak, biznesda do'stlar bilan ko'proq bunaqa biznes qilish jamamcha to'g'ri kelmaydi. Endi 100% bir-birini tushunib ishlasa, o'sha ish bo'ladigan taqdirda to'g'ri kelishi mumkin. Do'stda xavfli tomoni, misol uchun do'stingiz bilan qilsangiz zo'r tomoni ishonasiz, hech nimani yo'qotmaysiz. Yo'qotmaysiz qanaqa? Misol uchun begonadan ko'ra ko'proq ishonasiz. Lekin agar o'rtada konflikt kelib chiqadigan bo'lsa, hali eski u ish tugul do'stni ham yo'qotib qo'yasiz. Yaqiningizni ham yo'qotib qo'yasiz. Qarindoshingizni ham yo'qotib qo'yasiz. O'shuning uchun bu juda ham nozik anaqa hisoblanadi. Hali nima desam bo'ladi? Buni hali 7 o'lchab bir kesmasangiz gaplashayotganda qiyin masala misol uchun. Lekin ishlasa bo'ladi. Shu paytgacha ishlab kelyapmiz. Bizni aksariyat yonimizda yaqinlarimiz aynan shu qarindosh, urug', aka-uka shular bilan biz shu paytgacha Xudoga shukr bunaqa konfliktdan boshqa ham chiqqan yo'q. Chunki hamma o'z o'rnini biladi. Kelishib ishlab kelinyapti. Kelishib ishlab kelinadi. Juda to'g'ri gaplarni aytdingiz. Ravshan aka, hozir bizni ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatsangiz, hozir qaysi biridan boshlaymiz? Hozir yo'l-yo'lakay mana bu jarayonni ko'rsatib ketaveramiz. Bu yerda hozir уже bizda qishki mahsulotlarni quyishni boshladi. Qaysi bir joyimizda yozgilar quyilyapti, qaysi bir joyimizda kuzgilar quyilyapti. Mana bu seximizda уже hozir qishki mahsulotlar Hozir quyilyapti. qishga tayyorgarlik ko'rish boshlandi. Tayyorgarlik boshlanyapti. Kirib qator ko'rsatib bo'ladi. Oyoq kiyim biznesda bir sezon oldinda yurish kerak ekan-da, bir sezon oldinda yuriladi. Ob'yom oshgandan keyin iloji yo'q, bitta sezon oldinda yuradi. Bitta sezon oldinda yuradi. Mana ko'rib turgan mahsulotlaringiz, bular hozir qishki mahsulotlar biz tayyorlab, bular o'sha qaysi bir hamkorlar keladi, misol uchun eksportchilar keladi, misol menga deydi, shu mahsulotlarni tayyorlab bering deydi. Chunki bular olib borib qo'yib qo'yadi, qishda sotadi. Tojikiston zakasi, Afg'oniston, Qozog'iston, misol uchun, qo'shni Qirg'iziston, Rossiyadan, Dog'istondan kelishadi. Bular misol hamma joyda ham, misol O'zbekistondaqa havo bosdi, misol uchun Rossiyani chekka tomonlari, misol uchun qaysi bir joylari bor, hali sovuq. Bu darajada mexli narsa kiymasa ham, lekin o'sha yopiq narsalar kiyishadi. Shuning uchun talabga qarab ishlanaveradi. Keyin o'rnida hozir biz rosa vaqt bo'lib qoldi. Qaysi davlatlarga biz eksport qilamiz tovarlarni? Biz asosan Qozog'iston, Tojikiston, Afg'oniston, qo'shni Qirg'iziston, Rossiya. Rossiyani o'sha bilsangiz Dog'iston nimalar bor, Chechnya shu tomonlarga eksport qilamiz. Endi hozir shu sizni ishlab chiqarib turgan mahsulotlaringiz bilan bir xil ishlab chiqarib turgan korxonalar ham bor O'zbekistonda. Sizga konkurent deb qaysi birini ayta olasiz? Hali raqobatlashishga. Bizga ham hozir o'sha siz aytayotgan korxonalarga ham konkurent hozir nima desam bo'ladi? Butun dunyo desak bo'laveradi. Chunki hozir nima almashish, nima desam bo'ladi? Tovarlarga yetib kelishi, keyin informatsiya almashish nihoyatda internet tezlashib, tez bo'lib ketdi. Misol uchun ishlash uchun qolgan sohalarda ham hozir Xitoyda oldinda biladigan bo'lsak, Xitoy bilan raqobat qilishingiz kerak. Misol Xitoyda qaysi bir narsa chiqyaptimi? O'sha 2 oydan keyin o'sha O'zbekistonda chiqyapti. Bizni boshqa hamkasblar ham o'sha Xitoy bilan raqobatlashyapti. Hali dunyodagi gegemoni deb bilsangiz hozir Xitoy, chunki u Xitoy butun dunyoga eksport qiladi. Biz
biz ham boshqalar ham boshqa sohalarda ham hozir уже почти Xitoy bilan raqobat ishlab chiqarishda kelyapti. Demak, O'zbekiston bilan emas, hozir boshqa davlatlar bilan o'zi raqobat boshlanib ketgan. Raqobat boshlangan. Chunki mana Endi tashqi bozorga chiqyapsiz. eksport qilyapmizki, demak o'sha biz taklif qilgan narsani qo'shib o'sha biz eksport qilayotgan narsani Xitoy ham taklif qiladi. Kerak bo'lsa o'sha qolgan davlatlar ham taklif qiladi. Lekin o'sha qaysidir tomonini yaxshiroq o'rganib taklifini bersangiz, o'sha davlat oladi. Misol uchun bu degani biz o'sha qolgan davlatlar bilan, ya'ni Xitoy bilan raqobat qilyapmiz desak bo'ladi menimcha. Tushunarli. Endi hozir siz raqobatda narx bilanmi, sifat bilanmi, nimasidan ajralib turasiz ko'proq? Menimcha bu Xitoy tovarlarini ham bozorda biz o'zi bozor bilan ko'p aloqada bo'lib turganimiz uchun Xitoy tovar bilan почти birga birda hech kam joyi yo'q. Ha, fikringizga qo'shilaman. Hozir birinchi o'rinda hamma sohada ham birinchi o'rinda sifat. Sifat. Chunki odamlar mana hozir borgan sari O'zbekistonda ishlab chiqarishga o'zida qolgan sohalarga yo'llar ochilyapti, ishlab chiqarish ko'payyapti. Demak, borib sifatga borib taqalaveradi. Sifat, raqobat bo'lyapti, sifat ko'tarilaveradi. Sifat. Biz demak eksport qilyapmizmi? Demakki, o'sha mahsulotni biz ham boshqa sexlar ham demak o'sha sifat darajasiga olib chiqyapti. Dunyo reytingida sifat darajasiga, ya'ni o'sha dunyo deganda men shu o'zimiz eksport qilayotgan davlatlarni nazarda tutyapman. Misol uchun Yevropa va misol uchun boshqa davlatlarda, ya'ni o'sha o'zimiz eksport qilayotgan davlatlarda sifat talabini bajarayotganligimiz uchun menimcha shu eksportga olyapti. Demak, ishlab chiqarishda oldiga chiqish uchun birinchi o'rinda sifat, keyin model almashinuviga tayyor turish kerak. Tushunarli. Hozir bu tayyor turibdi bu yerda. Hozir shu jarayondan o'tib kelamiz, a? Ha, bu jarayonda hozir ishlab chiqarishini ko'rsatamiz sizlarga. Jarayonda ishlayapti. Bu stanoy nimani ham PVH, nimani ham oyoq kiyim tagli qismini ham xillari bo'ladi. Har xil xili bo'ladi. Bizda asosan 3 ta xili chiqariladi. Misol uchun PVH, EVA, birinchi borgan seximizda EVAni gravurasini qilardi. O'shani aytyapman. Keyin polyuretan. Bu siz ko'rib turganingiz hozir bu PVH, ya'ni o'sha mana bu turdagi mahsulot. Tayyor mahsulot hozir ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu turdagi mahsulot bu PVH, tayyor rezina. Rezina, PVH qanaqadir mahsulot bor. Shunaqa bu ya'ni o'sha tayyor zagotovka tepada tikiladi bizda. Chevarlarimiz bor, jarayonni ko'rsataman. Undan keyin pastga tushib, olibga kiyizilib turib, stanoga qo'yiladi. Stanoga qo'yiladi. Keyin press formaga gidrolik nasos orqali haydab beradi. Periodni qizdirib turib, keyin mahsulot tayyor mahsulot bo'lib chiqadi. Keyin nima berilib, pardoz berilib turib, upakovkaga joylanadi. Birinchi ko'rgan joyimizdagi haligi serial chiqaradigan korxonangizdagi joyga bular qaytib borar ekan, aytda ham ko'rdim. Yo'q, bu Dostonbek, bu PVH, bu boshqa. Bu mahsulot, bu boshqa. Men birinchi ko'rgan joyingiznikini ishlab chiqarishni hozir olib kiraman, u boshqa seximizda. Buni ko'raman. Bu EVA. Bu PVH. Bu qayta ishlanmaydi. Bu ham qayta ishlanadi. Buni stanoyi boshqa, buni qayta ishlashi boshqa, lekin buni qayta ishlashi bu darajada qiyin murakkab emas. Ha. Men uni o'sha aynan chiqarilayotgan sexiga siz olib kiraman. Tushunarli. Dostonbek, endi ikkinchi etajda o'sha hozir ko'rgan mahsulotlaringizni ustki qavatini chevarlarimiz bor. Ular tikib, tayyorlab, chiroyli qilib berishadi bizga. Ustini tikib pastga olib tushadimi? Ha, ustini zagotovkani tayyorlab beradi. Bu ikkinchi bu chevarxonamiz ikkinchi etajda joylashgan. Mana hozir chevarlarimiz ko'rishingiz mumkin. Bularga endi shunaqa sharoitlar qilingan. Xonalari mana o'zingiz ko'rib turganingizdek salqin. Endi birinchi o'rinda shu o'shani ham gapirib o'tish kerak, xodimlarga yaxshi sharoit qilib berish kerak. Bu asosan sharoitlarni akam juda yaxshi e'tibor qiladilar. Mana qarang, juda yaxshi sharoit, shabada, yaxshi joyda. Odam qancha yaxshi joyda ishlasa, effektingiz ham zo'r bo'ladi. Xo'p, nima ishga qaytadigan bo'lsa, kelavering, zagotovkani ko'rsataman. Olmanglar. Assalomu alaykum. Mana hozir bu yerda hozir keyingi seximizga boramiz. Basanoshkalar chiqadi. Mana shu basanoshkalarni zagotovkalari tikiladi. Chetda tikilar ekan. Mana bu narsani o'zimiz quyamiz.
materiallarni qo'yib, buni pichilib, bizni o'zimiz maxsus dizaynerlarimiz bor. Ular haqida hozir to'xtalib o'tamiz keyinganda qadar. Bular tayyorlab berishadi. Bularda bu xonada ham o'sha chevarlar ustida o'zining kuratori bor, nazoratchisi bor. Ular qarab nima qiladi. Barno opa, kelingchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Barno opam, chevarlar kuratori. Bu opamiz mana shu ma'lumotlar yaxshiroq biladilar. Hozir qancha bir kunda qanaqa mahsulotlar tikyapmiz, necha xil mahsulot tikyapmiz? Barnopa bu yerda mana ko'rib turibmiz, juda ham ko'pchilik xodimlar. Endi siz bu yerda boshliq ekansiz. Qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi sexda? Mana yoshi kattalar bor, sizdan kichkinalar bor. Ishni boshqarishda qanaqa qiyinchiliklar bor sizda? Ja, qiyinchilik bo'lmaydi. Bular anchadan beri ishlashayotgani uchun pullari kelib qolgan. Endicha bizda model almashayotganda yangilik bo'lgan hisobga sal bo'ladi. Ja, unchalik-da. Yosh kattalarimiz iloji boricha yengilroq ishga qo'yamiz. U bilan yoshlarga nisbatan qilib. Ko'proq yoshlarda. Bu yerda ham hamma xodimlar xursand, maza qilib ishlashyapti, ishlarni yaxshi ko'rishar ekan. Endi bir oiladek bo'lib ketgansizlar, to'g'rimi? Undan ham sharoiti ham yaxshi, erkinlik bitta yaxshi. Har tomonlama tushunishadi boshqa tomondan ham. Endi biz qayerga borsak ham korxona haqida fikrimiz xodimlarning kayfiyatiga qarab bilamiz. Ko'p joylarda demak kayfiyatlari yaxshi, boshliqlar yaxshi, menejerlar yaxshi, oilalar yaxshi deb ketamiz. Lekin mahsulotlar juda ham chiroyli. Rahmat sizga. Endi aka buni keyingi sexlarga, Keyingi sexlarda ko'rsatib o'tamiz bo'lmasam. bu joyda mana shunaqa kelay qo'yishyaptimi? Yo'q. Bu joyda Dostonbek hozir padosh qismini quyadi. Bu yerda именно mana shu joyda ikkita rangli padojimiz quyiladi. Mana misol ko'rishingiz mumkin. Bitta rangi alohida, bitta rangi alohida. Bunga boshqacha stanoy ishlaydi. Boshqacha stanoy ishlaydi. Har bitta detaliga har xil stanoylar bor. Hammasini sanab o'tsam, hammasini ko'rsatsam vaqtimiz yetmaydi. Ko'p vaqt ketadi. Bu qator ko'ringlar, bu ham o'sha siz ko'rgan birinchalik ko'rsatdim, granula ishlab chiqariladi. Shehzod aka ham ko'rsatgan. Ha, birinchi zavodga. tushuntirgan. Imенно shuni serialari mana shu yerda mana ko'rsangiz, mana qilib gramlab, chiroyli qilib gram-gramga qo'yib, opalarimiz chiroyli qilib quyib beradi. Akalar Tushunarli. Shunaqa. Demak, birinchi seriyadan bunda oyoq kiyimmi, tek qismi ishlab Qay chiqariladi. qismi ishlab chiqariladi. Aka, hozir buni stanoklar bu 24 soat rejimda ishlaydi, 8 soatmi? Hozirgi davrda, hozirgi jarayonimizda 8 soatlikda ishlatyapmiz. Sababi hozir sezon almashinuvi keladi. Bizda qishki sezonimizda 24 soatga o'tadi. Hozirgi kunda bu stanovimiz o'rtacha 8 soatlikda 300 ta, 400 taga yaqin padosh ishlab chiqaramiz. Hozirgi stanokda 300 turistda. Albatta. Bizning jarayonicha qiyinroq, shuning uchun hali falonchi chiqarib olmayapti. Hali qiyin narsalarni bu stanoyimiz, u stanoylarimizdan sal boshqacharoq. Asosan ruchnoyroq. Keyin ikki xil svetligini hisobiga ishlash jarayoni sal sekinroq bo'ladi. Bunga ko'proq bunaqa talab qilinadi. Sifat ko'proq talab qilinadi bu stanoyimizga. Bu stanoyning narxi qancha taxminan? Endi bu stanoyimiz narxi o'rtacha 30 ming 40 ming turadi atrofida. Bitta anaqa qo'yadiganda narxi 30 ming 40 ming dollar. Bu stanoy eng oddiyrog'i desa ruchnoy. Hozir oddiroq ruchnoy stanoy hisoblanadi. Hozir endi bundan keyin katta sex bor-a? Bundan keyin katta seximiz bor, u tomonga qarab ketamiz. Bu yana bitta ma'lumot o'rnida aytish kerak, bu stanoy nima desam bo'ladi? Stanoydan keyingi hali narx masalasida gapirib o'tsak, qiyin qimmat masalasi bu qolip. Ha, ishonsangiz bitta sezonda misol uchun bitta stanoy bilan ish bitmaydi. Stanoy ish jarayonini mablag'ini hisoblaydigan bo'lsangiz, 10% ga ham bormaydi stanoy. Chunki buni har bitta nimaga tiqadigan mablag'ingiz buni 10% ga ham bormaydi. Misol deylik 30 ming bo'ladigan bo'lsa, Tushunarli. Ravshan aka, hozir mana shu ikkinchi zavodingizdamiz. Juda ham katta ob'yomda ishlar, bu yerda xodimlar. Umuman mana shu zavodda nechta xodim ishlaydi? Bu yerda o'rtacha 100 ta atrofida odam ishlaydi. Endi sezonda ko'payadi, ozayadi, o'rtacha pasayadi, talabga qarab. Biz endi asosan bozor talabiga qarab ishlaymiz. Bozor talabi agar davay ko'proq qilib ber desa, stanoylarimiz bor, sharoitimiz bor, xodimlarni imkon qadar ko'paytiramiz.
Hozir bitta xodim o'rtacha necha pul oylik oladi? O'rtacha 5 million oladigani bor. Ayollar misol 4 millionga ishlaydigani bor, 3 millionga ishlaydigan bor. Endi asosan bizda soniga qarab. Soniga. Vaqt kelsa misol oylik past ham chiqadi, shunga misol uchun xodimlar rozi bo'ladi. Vaqt kelsa talab ko'p bo'lsa, ko'p chiqadi mahsulot. Oylik ham ko'tarilaveradi. Agar talabimiz pastroq bo'ladigan bo'lsa, bozorning nimasi, summasi ratchenka ishlaganiga qarab pastroq chiqadi yoki balandroq chiqadi. Qilib turgan ishga bog'liq oyliklari. Turgan ishga bog'liq, chiqarayotgan songa bog'liq. Demak, do'stlar, o'rtacha 5 million so'm ekan oyliklari. Ishchilarni. Mana shunaqa zakazlar o'rtacha bo'lgan, nima deydi, vaqtlarda. Xo'p. Endi Ravshan aka, bizga bu yerda qanaqa mahsulot chiqariladi o'zi asosan? Bu seximizda. Bunda mana bunaqa mahsulotlar chiqariladi. Sklad deganlik ko'rgan chiroyli tapchikalarimiz shu yerdan chiqadimi? Ko'rib turgan holatingiz mana yarim tayyor holati. Buni ustiga hozir broshka qo'yiladi. Keyin yana narsalari qo'yiladi-da xullas. Qo'yilib, tayyorlanadi bozorga. Bir anaqasi yopishtiriladi, birinchi narsalar yopishtiriladi, endi mahsulot tayyor holga keladi. Ungacha endi bu etaplari bor. Etap ketaveradi. Hozir men keyingi sexga olib kelaman, o'zingiz ko'rasiz. Krossovkalarni ham chiqaradi. Krossovkalar hozir bu endi qanaqa sezonga qarab. Yozda misol uchun tapishka, basanoshka bo'ladigan bo'lsa, kuzda keladigan bo'lsangiz, bu sexda уже hali krossovkalar, mexli narsalar chiqayotgan bo'ladi. Hozir men keyingi sexga olib kelaman, ko'rasiz. Bitta ham hozir boshqa jarayonlar ketyapti. Sexlar bir-biriga o'tib yuraverar ekanda, juda. O'tib yuraveradi. Mana bu yerda xodimlarimiz ishlayapti. Xodimlar hozir mana biz yoz mavsum bo'lganligi uchun yoz mavsumida mana tapchka narsalarni chiqaryapmiz. Assalomu alaykum, qormanglar, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana bunaqa narsalar chiqadi. Misol uchun mana jenskiy mana ayollarni bunaqa tapchkasi ustiga aksessuar qo'yiladi. Va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi, opa? Mana bunaqa narsalar qo'yiladi. U nariyoqqa borganda chiska qilinadi. Xuddi shu narsa ko'rib turganingiz kuz mavsumida, misol uchun, yo'q, iyul-avgust oyida kelsangiz, krossovkaga o'tadi. O'sha haligi obrazetsxonada ko'rganingiz tayi eva, usti nima, sun'iy teri material yoki zakazga qarab, tabiiy teri material, shunga qarab, boshqa mavsumga qarab boshqa mahsulotga o'tamiz. Shunaqa. Bu yerda o'sha konvertni sistema chiqqan mahsulotni opalarimiz chiroyli qilib tozalab, broshkasini qo'yib, upakovka qilib, bozor holatiga tayyor qilib berishadi. Bu yerda mana ancha ko'rib turganingizdek, ancha odam ishlaydi. Bu tayyor dizayni bilan shug'ullanishar ekanda endi ustki qismlarini. Misol uchun ustiga broshka qo'yishadi. Bunaqa disuvlari bor, bunaqa olmacha. Bunaqa disuvlari bor. Mana bunaqa narsalarni qo'yishadi, manullarni qadashadi. Endi jarayonlari bor o'zini. Haliganda sexda ko'rganimni bir 3-4 yoshlilarga mo'ljallangan ekanda, mana qaranglar. Giloschalar neobishniy bo'layotibdi-ya, ustida. Bu yildan yilga qanday aytsam bo'ladi? Oldin birinchi boshlanganda ishonsangiz, hozir hali stanoyda olib ko'rsatdim, mana bunaqa holatda bo'lardi. Xunuk holatda bo'ladi. Xunuk deb bo'lmaydi-yu, sodda holatda bo'ladi. Talab oshib borib, o'sha odamlar bunaqa narsa kiymayapti. Endi ustiga bunaqa chiroyli qilib bunaqa narsalarni qilsangiz, bozor talabi kundan kunga kuchayyapti. Hozir endi Soatma-soat. mana shu tapchkalarni oldin bitta nomi bo'lardi. Oldin nima derdi bu tapchkani? Hozir nima deydi? Endi buni po'kay tapchka deyilardi. Siz ishlab chiqaruvchisiz. Bu lekin nomi bor edi xalq tilida. Endi aytsam to'g'ri bo'ladimi yo'qmi? Qalay nom bor? Maddi tapchka. Shunday deyishadi. Maddi tapchka bu. Bu Ko'p aytardi-da bozorda. Ha, madommi derdi. buni bunaqa. Buni nimadan keladi? Bu narsalar именно o'sha siz aytayotgan narsalar tarixini o'rganib kelganmizda, u Erondan keladi. Import bo'lib keladi. Keyin o'sha narsa sekin mana o'zimizda quyiladi. Hozir endi bu tapchkalar ham вообще dizaynlar chiroyli bo'lib, hozir ba'zi tapchkalar qolmadi, chunki maddi tapchka qolmabdi hozir ham. Shunaqa. Xo'p, tapchkalardan endi bu tarafda krossovkalarmi? Bu tomonda endi yo'q, bu tomonda hozir aytayapman, shu yozgi fasl bo'lganligi uchun, mavsum. Shuning uchun hozir bunaqa ochiq tapchkalar, basanoshkalar qilinyapti. Hozir уже mana avgustdan krossovkalarga o'tamiz. Yopiq krossovkalarga o'tamiz. Keyin o'sha
boshqachalar chiqishni boshlaydi. U krossovkalarni o'sha obrazetsxonaga kirganda bir qator ko'rsataman. Bunaqa to'p holatda bo'ladi. Mana qarang, уже mana kuzgilar boshlangan. Kuzgilar boshlangan. Mexli. Bu ham orqasida tutqichlar bilan chiqibdi endi. Bu zakaz, demak bu o'sha qat'iyadir Rossiyagami, qat'iyadir zakaz borki, buni ishlab chiqarishyapti. Tushunarli. Orada sovuq joylardan zakaz qiladi-da. Buni ham qo'shib orada nima qilib ketilaveradi. Tayyor mahsulot naql baylanadi-da, keyin sekin nimaga olib chiqiladi. Lekin mana bu tapichkani mana shu Xitoy versiyasini ko'p nimadagi Toshkentdagi magazinlarda ko'rdik. Ha. Birga birdan ham chiroyliroq ko'rinyapti ko'zimga. Kroksladimi? Mana ko'rsangiz, endi shunaqa raqobat qilmasangiz, ishlayolmaysiz. Bozor bilan bir xilda raqobat qilishingiz shart. Misol uchun mana tapichkani oladigan bo'lsangiz, mana o'zimiz brendimiz tushirilgan, Merfen brendi, mana Merfen shoes. Ko'radigan bo'lsangiz, mana paketlar ham o'zimizda chiqadi. Paketda ham o'zbek chiqarasiz. Paketlar ham o'zimizda chiqadi. Xo'p. Mana misol buni ko'radigan bo'lsangiz, ko'ring, yoqadimi sizga? Bu dizaynni o'zi yoqqan. Просто bu yana ham необычный, boshqacha. Milliyga o'xshagan model. Ha. Mana. Bu murskoymi, женскийmi? Bu menimcha женский bo'lsa kerak. Hozir so'raymiz buni. Murskoymi, женский? Opam, murskoymidi, женскийmi? Женский, ha, bu женский ekan. O'shan chiroyli ko'rinibdi. Ha, endi hozir hali yogi payt murskoy, женский ajratib bo'lmaydigan holatlar ham bo'lib Hozir to'g'ri kelganini kiyib chiqib ketish bo'lyapti. Oyoqda holatlar ham bo'lyapti. Bunaqa. Endi buni o'zlari sekin boshqatdan joylab qo'yishaveradi. Ha, joylashtirib olishadi. Xo'p. Bu stanoklar ham o'shiniki. Bu объемga qarab bu taraflar ham ishga tushaveradi. Hammasi ishlab turibdi. Ha, mana tomonlar mana hozir bitta liniyasi ishlayapti. Ob'yomga qarab, misol uchun keyingi o'sha oylarda sekin-sekin yana bitta nimasi yuradi. Undan keyin yana bitta stansiyasi yuradi. Sekin-sekin yuraveradi. Bosqichma-bosqich o'sha sproska qarab yurg'izilaveradi. Roshiniki bu korxona mana shu hozir kelgan ko'rib turgan korxonamiz bir oyda qancha оборот qiladi? O'rtacha. O'rtacha endi uni oxirida hozir yana 3-seximiz bor, ashuni ko'rib olaylik, undan keyin oxirida aytaman. Bitta qilib aytasizmi, bo'lib Bitta qilib aytaman. Hozir ko'rmay qo'yasiz, gaplashmay qo'yasiz. Roshin aka, hozir mana bu chiqindi, endi biz uchun chiqindi. Lekin korxonadan bu yerdan ortcha chiqarib turgan bunaqa narsalar qayerga ketadi bular? Bu ko'rib turganingiz Dostonbek, oldin bu narsalarni biz axlatga tashardik. Hozir unaqa emas. Hozir o'sha birinchi ko'rgan sexingiz bor-ku, qayta ishlanayotgan, granula chiqayotgan. Shu granulaga buni drobilka qilib turib, qo'shib turib, qayta ishlab yoramiz. Ya'ni birinchidan chiqindini ortiqcha chiqarmaymiz, ikkinchidan bu ishxonani o'ziga foyda. Misol uchun qayta ishlanadi-da, yana qo'shimcha ishchi o'rin. O'sha birinchi sex ko'rgan sexingizga olib boriladi, qayta ishlab yana olib kelib mahsulot qilib chiqarib bo'ladi. Tushunarli. Do'stlar, bu rezervniy narsalardan musor chiqmaydi. Yana qayta ishlashga boradi. Bu o'zini chetidan chiqqan narsalari. Xo'p, bo'lmasam, aka, bu ikkinchi zavodimizni hamcha hamma yo'g'ini ko'rib chiqib bo'ldik. Ha, endi uchinchisiga qarab, uchinchisiga boramiz endi, Xudo xolasa. mana hozir Roshan akamlarni 3-poyabzal ishlab chiqarish zavodlariga keldik. Roshan aka, bu yerda shunaqa katta 1 gektar dedingiz-a maydonni? 1 gektar maydon. Bunaqa maydonda, bunaqa korxonada hozir bu yerda nechta xodim ishlaydi? Bu yerda hozirgi paytda 100 tadan oshiq xodim ishlaydi. Bu yerda ham 100 tadan oshiq. Ha, bu yerda ham o'sha sezonga qarab turib ko'payadi, ozayadi. Hozirgi kunda 100 ta xodim ishlayapti. Hozirgi kunda. Unisi birinchi, ikkinchi zavodlardan farqli bu yerda qanaqa tovarlar ishlab chiqariladi? Siz bilan ko'rdik, birinchi zavodda asosan xomashyo, Eva granulasi chiqardi. Ikkinchi zavodda Evani o'zini mahsuloti chiqardi. Bu yerda uchinchi zavodda poliuretan mahsulotlari chiqadi. Ya'ni o'sha xomashyosidan boshlab, noldan boshlab
to tayyor mahsulot bo'lgungacha poliuretan mahsulotlari ishlab chiqariladi. Noldan bu yerda ishlab chiqariladi. Ha, noldan, misol uchun o'sha xomashyolari keladi, o'sha yerdan chevarlar bor, o'sha muhim anaqa sexlar bor, qadamma-qadam bo'lib, bitta oyoq kiyim tayyor bo'lishiga noldan boshlab to upakovka bo'lib, klientni qo'liga yetib borgungacha nima, shu sexda poliuretan sexi shu joyda tashkil topgan, ishlab chiqariladi. Endi Ravshan aka, biz mana shu poyabzal zavodlaringizni 3-siga keldik, oxirgisiga. Endi bunda bizga oyiga qancha oborot qilinadi? Endi mana eksport qilasiz, import tovarlar kelar ekan, eksport importlar hisobga olib, bu oyiga qancha aylanmasi bor o'zi korxonani? Endi shular haqida bu joyimizga kelib informatsiyalarni bermasangiz bo'lmaydi. Hozir mana shu turgan seximizni o'tgan oylik mayli oyini o'zi oborotini aytaman. Eksportni o'zi 270 ming dollarlik eksport bo'ldi mana shu oyda. Narigi Eva ikkinchi ko'rgan joyimizda 300 mingga yaqin eksport bo'ldi. Bu men faqat sizga eksportni aytyapman. Eksportni aytyapman. Ha, umumiy aylanmasi qanaqa bo'ladi? Umumiy aylanma endi yillikda men hozir aniq hisobotini bilmayman-ku, lekin umumiy aylanma o'rtacha oyiga shu 3 milliard, 4 milliard shunaqa aylanma. 3 milliard, 4 milliard bir oyda aylanma qilamiz, lekin xodimlar ham kamida 100 tadan xodim ishlaydi. 100 tadan xodim ishlaydi. Bo'lmasam bizga bittagi ish jarayonlari, qanaqa narsalar ishlab chiqariladi bu korxonamizda, nima farqlari bor u zavodlardan, mahsulotlarimiz haqida bizga bir boshdan ko'rsatsangiz. Marhamat, kirib ko'ramiz bunisi. Yuravering. Bunisimi birinchi seximiz? Ha, buni men sizlarga hozir chevarxonani ko'ramizmi yo qanaqa qilamiz? Chevarxonada birinchi tayyorlab beradi, bu yerda olib chiqiladi, to'g'rimi? Ha, bu tomonda chevarxonasini ko'radigan bo'lsa, yuraveringlar. Chevarxonaga birinchi kirib ko'rar ekanmiz. Xo'p, Dostonbek, bu ko'rib turgan narsa zagatovka. O'sha ikkinchi seximizda ko'rsatganimizdek, bu yerda ham boshqa turdagi zagatovkalar tikiladi. Ya'ni o'sha sezonga qarab o'zgarish bo'laveradi bizda. Bozor talabiga qarab bizga bu narsani tayyorlab bersa, shunga qarab, misol uchun biz mahsulotni turini yoki o'sha eksportga bo'ladigan bo'lsa, misol uchun sifatini shunga qarab, narxini ko'tarishiga qarab o'zgartiraveramiz. Ha, demak, har bir korxonani o'zini sexi alohida. Alohida sexi, chevarxonasi, disuxona deyiladi, hali mayda-chuyda mindemdek mana nimalari bor. Aksessuarlar, buni qismlari ko'p. Buni olib qaraydigan bo'lsangiz, misol mana maytlarga kraska bosadi, kraska qiladi. Buni misol pichut sexi bor, misol uchun. Buni misol uchun overlock qiladi, boshqa qiladi. Ancha etapi bor buni. Hammasini endi bitta-bitta olib kirib chiqsa, endi u kech bo'lib ketadi. Shuning uchun men sizga tayyor mahsulotni, yarim tayyor mahsulotni tayyorini ko'rsatyapman sizga. Ha, butun hali holatini ko'rsatyapman. Bu yerda ham shunaqa nima, endi boshqa joyda ham nimalarimiz bor, boshqa xonalarda ham chevarxonalar bor. Hozir ko'rib turganingiz mana shu holatdagi narsa. Asosiy shular. Ha, endi buni tagiga, misol uchun zagatovkani tagiga poliuretanni hali ko'rganimiz yo'q, birga ko'ramiz. Shu tayyor zagatovkani olib, quyib, tayyor mahsulot qilib chiqarib beradigan seximizga tushamiz. Ha, demak pastga tushamiz. Pastga tushamiz. Beravering. Dostonbek, bu o'sha men aytgan hali quyi seximiz. Mana shu o'zida bir 40 tacha bola ishlaydi. Xonani o'zida. Hatto jarayon, ya'ni o'sha yarim tayyor mahsulotni qolipga qo'yadi, keyin nimaga stanovga qo'yib, qizigan qolipga quyadi. Keyin mahsulot tayyor holatda chiqadi. Mana o'sha bunaqa holatda chiqadi. Buni endi hozir chetka xonaga kiramiz, chetkalarni tozalab, akkuratni qilib, upakovka qiladi. Mana o'zi aslida mana bu holatda chiqadi. Qolip bilan chiqadi. Mana holatda chiqadi. Issig'i. Mana shu ko'rib turgan joyingizda hozir bir kunda 24 xil, 30 xilgacha mahsulot aynaladi. Nechta ishlab chiqaradi bir kunda bu stanovlar? Stanov ishlab tursa. sutkasiga ishlasa, bittasi 10 mingtagacha chiqadi, 5 mingtagacha chiqaraveradi. Misol uchun, agar demni ishlaydigan bo'lsa, bitta stanov 10 mingta chiqaradi. Birinchi jarayoni boshida mana bir-biriga oltirib, qolib chekkaga qolib. Bitta jarayonlar bor. Quygandan keyin nima stereo ishib chiqib aynalib, stanovdan chiqadi. Birinchi qolipni ochadi, keyin ikkinchi odam qolipni oladi. Qolipni olgandan keyin
keyingi odam yog' chachadi, etaplari bor. Undan keyin yana tayyor bo'lgan zagotovkani qolipga kiyizilgan qaytarib qo'yadi, kimdir yopadi, laminantini qo'yadi. Keyin u borib turib oxiri nimasini litvoyda ini seryorga quyadi. Quyganda ini mahsulot tayyor bo'lib nima ichkariga kirib ketadi pechkaga. Keyin yerda o'zini fizический jarayon bo'ladi, ximический jarayon bo'ladi, kechiring. Keyin mahsulot tayyor bo'lib bu tomondan chiqadi. Keyin hozirgi ko'rgan narsangiz mana holatga keladi. Keyin buni olib upakovchi qizlarimiz chiroyli qilib chekkalarni tozalab, upakovka qilib bozorga tayyorlashadi. Buni boshqatda ko'rib chiqamiz. Marhamat. Yurur. Odiljon olmaylar. Bu jarayonni ko'ryapsiz mana. Bu yerda asosiy o'zi aslida u tomonda Sherzod akam bo'lsa, bu yerda o'sha bu sexni boshqaradigan akalarimiz bor, ular hozir safarda. O'sha bu ishda, hamma ishda ham doimiy yangilik qilib turmasangiz, ish yurmaydi. Jamoamiz, Merfen jamoasi ishlarda bo'lishib olganmiz. Ular hozir asosiy ishni yurg'izadigan odamlar, sizga to'liq ma'lumot bera oladigan odamlar safarda. Ya'ni yangilik izlab safarga ketishgan. Shunaqa. Men qo'limdan kelgancha beraveraman. Ko'raverasizlar. Xo'p. Bu har kuni bir xil mahsulotdan chiqadi yoki har kuni har xil? Har kuni bozor talabiga qarab mahsulot xili o'zgaraveradi. Misol uchun deylik, oddiy mana basanoshkani oladigan bo'lsa, shu basanoshkani o'zini ko'rib turganingizni mana padoji boshqacha, mana ko'ryapsizmi? Uni tagiga mana shisha deyiladi. Bu rezinkali bir narsa qo'yilgan. TPU degan nima bor? Padoji shu qo'yilgan. Endi buna kelib aytadi bozor, menga deydi, mana rangini o'zgartir deydi. Bu именно oyoq kiyimda juda mayda-chuydasi ko'p. Ichi-ichiga kiraman, juda mayda-chuydasi ko'p. Lekin shunga chidagan raqobatchi ishlaydi bozor. Bo'lmasam bozorda ishingni ko'rsatib deyishadi. Bu korxonani tashkil qilganiga necha yil bo'ldi? Buni mana shu 3-korxonamiz. Bu korxonani tashkil bo'lganiga korxona 2013-yilda tashkil bo'lgan. Bu korxona 2013-yilda tashkil bo'lgan, 13 yil bo'lib qoldi. 13 yil bo'lib qoldi. Unda juda kichkina sex edi. Odam ham oz ishlardi. Mahsulot ham ozgina chiqardi. Endi hozir kengayib, mana Xudoga shukr. Mana ko'rib turgan joyingizda kunlik 7000 ta mahsulot chiqyapti hozir. Sutkasiga 7000 ta, sutkasiga 7000 ta mahsulot chiqadi. Korxonani ish rejimi qanaqa? 8 soatlik, 24 soatlik? Hozir biz sezonlarimiz pasayganligini hisobiga hozir bir smenda ishlayapmiz. 8 soat, 10 soatlik rejimda ishlayapmiz. 8 soat, 8 dan 6 gacha. Bolalarimiz 8 dan 6 gacha ishlaydi. Hozir umumiy bunda 100 dan ortiq xodim bor dedingiz, umumiy olib aytdingiz, bu sexda o'zida menimcha juda ham xodim ko'p ishchilar. Ha, sexda o'zida, mana misol uchun mana bu ko'rib turgan joyingiz o'zida bular hammasi jamlanganda 40 taga boradi odam. Mana shu sexda o'zida, bitta xonani o'zida. Ha, bu yerda ham shunaqa. Misol uchun ishchilar endi xodimlar orada kasal bo'lishi bor, boshqa bo'lishi bor, kamayib, ko'payib turadi. Vaziyatga qarab, kimdir praktika qiladi. Shunaqa holatlar bor. Bu yerda ham 30 ta, 15 tadan 30 tagacha odam ishlayveradi, talabga qarab. Tayyor bo'lgan mahsulot, mana bu tomondan chiqqan mahsulotlar betga chiqadi. Mana bu opalarimiz kesadi chiroyli qilib. Braka bo'lsa, brakini orqaga qaytarishadi. Boshqatdan misol uchun kesib brakka chiqariladi yoki ikkinchi sortga chiqariladi. Agar mahsulot yaroqli bo'ladigan bo'lsa, kesib turib, уже bu tomonga upakovkaga beriladi. Upakovka deyiladi, teshiradi, PTO degan bo'limimiz bor. Agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, boshqa qilib bosib beradi. Mahsulot tayyor deydi. Ravshan aka, umumiy mana shu poyabzal biznesga kirganingizdan beri eng qiyin bo'lgan davr qaysi davr bo'lgan? Hali minusga kirish bo'ladi, biznesda yo'qotishlar bo'ladi. Sizda eng asosiy esda qolarli bo'lgan davr qaysi? Men o'zi bu yerga kirganimda o'sha asosan sotuvchilikda ishlaganman. Sotuvchilik ham chiqqan mahsulotni sotganman. Bizda qiyin davr 2018-yilda bo'lgan. Ya'ni o'sha bitta mahsulotni ishlab chiqarganimizda bir xil mahsulotni u paytda kosiblar yaxshi tushunadi, tortma qilardik. Tortmani chiqarganimizdan keyin 5000 ta o'sha Chechniyaga zakaz olganmiz. Rossiyani Chechniyaga zakaz olganmiz. Olganimizda mahsulotni 5000 ta mahsulotni eksport qilganmiz.
eksport qilganimizda borgandan keyin mahsulot talabga javob bermagan. Talabga javob bermagan, keyin biz uni arzon qilib sotib yuborsa ham sotmagan, 100% pulini to'lab berganmiz. Mahsulotdan ham kuyganmiz. Shu eng katta dars bo'lgan ishxonaga, butun ishxonamizga. Bitta jamoa. Men ham shu jamoamda bo'limda deb inson bo'lsam, bitta bu ishxonani ishlashida, o'sha ishlab turishida o'sha sababchi bo'layotgan odamlar bor. Misol uchun o'sha hali ko'rgan akamdan boshlab bitta misol uchun mana Abbo aka borlar, mana Zafar akam bor. Qolgan bo'limlarda polniy odamlar bor. Shu hammamizga dars bo'lgan. Bundan keyin demak faqat o'sha sifat uchun ishlashdi, shu katta dars bo'lgan harakatini qilganmiz. Hozirgacha mana sifatga qattiq e'tibor qilinadi biz. Sifatlarni biz ko'ryapmiz. Mana sizni yaxshi. Eng katta yo'qotishingizni summada qancha endi? Примерно. Endi yo'qotish qanaqa o'sha deylik misol uchun o'sha yili 5000 ta tovar oladigan bo'lsa, o'rtacha $5 bo'lganda ham o'sha tovar 25000 bo'lgan. Endi men 2018-yilgi narsani aytyapman. Bu paytda endi summani misol pul jigardan bo'ladi deydi-yu, katta kichiklikning ahamiyati yo'q. Misol uchun o'sha $25000 shunday nima havoga uchib ketdi. Ham bizning mehnatimiz, vaqtimiz o'sha katta dars bo'lgan. Qanaqadir bundan keyin o'sha to'g'ri ishlashni harakatini qilganmiz jamoa bilan. Noto'g'ri tomonga ketsa, sirasi to'xtatamiz, ishni pasaytiramiz. Ravshan aka, shunaqa yo'qotishlardan keyin sizda qanaqa qilib keyingi ishingizga o'zingiz yana ham bundan ham yaxshiroq qilib buni yo'qotmaslik uchun o'zingizga motivatsiyani qayerdan olasiz? Ha, yo'qotmaslik uchun endi bilasizmi, misol uchun hayot to'xtab qolmaydi. Hayot to'xtab qolmaydi. Insonning o'zi bir oliy maqsadi bo'ladi. Oliy maqsad bo'ladi. Agar u qanaqadir oddiy yo'qotishlar bilan odam to'xtatib qoladigan bo'lsa, bu demak o'sha oliy maqsadi yo'q, maqsadsiz inson hisoblanadi. Demak, hamma oliy maqsadi bor inson u 25000 yo'qotadimi? Bizdan misol bizda katta sexlar bor, katta million dollarlar yo'qotganlar bor-da misol uchun. Lekin oliy maqsad sari harakat qilaveradi. Shu oliy maqsad odamni undaveradi, yaxshi bo'lishga harakat qildiraveradi. Farzandlarning kelajagi misol uchun, chunki ota-onamiz bizni yaxshi yashashimiz uchun harakat qilgan, biz ham farzandlarimiz yaxshi yashash uchun biz ham harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Endigi masalan mana oylik aylanmalaringizni yetkazib korxonani eksport bo'yicha. Shu eksport bo'yicha bir oyda $1 million qancha vaqtlarda olib chiqamiz? O'sha payt siz bilan bir intervyu qilishga kelamiz-da yana. Yaxshi savol. Endi hozir bu davrda misol uchun oylik o'rtacha ikkita sex qo'shadigan bo'lsa 500 ming atrofida bo'lyapti. Bir oyda $500 ming eksport qilib olish ham bu qanday desam bo'ladi? Hozir Xitoy bilan raqobatlashish davrida bu jiddiy narsa deb o'ylayman biz uchun. Xudo xolasa harakat qilamiz, harakat qilyapmiz, to'xtab qolganimiz yo'q. Jamoamiz mana hozir aytyapman, yarmimiz ikkita vakilimiz Xitoyga ketgan, yangiliklarni istab. Bular ham shu o'sha siz aytgan $1 million harakat qilganiga yetgan eksportga. Endi qancha primерно vaqtlar ketadi bu? Endi bilmayman. Buning uchun bilasizmi, bu $1 million eksport qilish degani bu mana ko'ryapsiz, mana 100 ta odam deyapman, ha. Shuni tasavvur qiling. 100 ta odam emas. Nima desam bo'ladi? Birinchi o'rinda sifat, ko'rgan sifatsiyani ham oshirish kerak. Birinchi o'rinda o'ziga yarasha mablag', o'ziga yarasha mehnat, o'ziga yarasha bundan ham kuchliroq talab kerak bo'ladi. Misol uchun shu keyin Xudodan yaxshi niyat qilib, ota-onaning duosini olib, harakat qilaverasiz, Xudo beradi. Bir sezon, 2 sezon o'tib, o'sha $1 million chiqamizmi? Ha, Xudo xolasa harakat. O'sha chiqqanda bizni chaqirasiz. Xudo xolasa. Chaqiramiz. O'zingizda qolsin. Xudo xolasa. Xudo xolasa chaqiramiz. Endi qolgan joylarni ham bir ko'rib chiqasiz. Ha, yuraverasiz. Mana bu yerda mana nima qilishyapti? Kesib, fotovka qilishyapti mana xodimlarimiz. Endi mana bu mahsulotimiz nima bo'lib korobkaga joylanadi. Mana shu bu hozir. 5 tadan. Bitta korobkaning ichida 5 tadan mahsulot. 5 xil razmerda endi bu. 5 xil razmerimiz bor mana. Tayyor bo'lgan mahsulot mana ichiga bukilmaydigan narsalarni qo'yib uzib tushib ketdi. Ardori yo'l deganda mana tushib ketyapti. Xaridorlari o'zida kutib turibdi-yu. Ha, kutib turib teshlaydi, ko'rdingizmi? Mana shu mahsulotlar. Lekin do'stlar, mana bozorda ko'ramiz-ku. Bozorda ham qanaqa holatda boradi bilmayman. Vobshe lekin
sifati shu zo'r-ku. Ha, sifat endi shuning uchun-da, misol uchun sifatda hozir adashadigan bo'lsangiz, bozor kechirmaydi. Klientlar sifat xato ketadigan bo'lsa, uzog'i bir hafta ishlaysiz. Bo'ldi, sex tugaydi. Sifat uchun kechasi kunduzi mehnat qilinyapti ekan, lekin gap yo'q. Hop, hozir bular qayerga eksport bo'ladi bugun, xudo xolasa? Bular Afg'onistonga tayyorlangan. Afg'oniston zakazimiz. katta ob'yomda. Bitta ham o'zining dilerlari bor boshqa davlatlarda. O'zining dilerlari bor, ha. Ular keladi, biz bilan shartnoma tuzadi. Yuk tayyor bo'ladi-da, keyin biz yukni o'sha kelib yuklab beramiz, ular chegaradan olib chiqib ketadi. Hujjat qilib, hamma yo'g'ini tayyorlab olib chiqib ketadi. Eksport, importlarda qanaqadir sizda muammolar bilan bo'lmaydimi? Eksport, importda xudo xolasa muammoimiz yo'q. Eksportda mana orada majlislarga chaqirishadi. Qana muammoing bor hokimiyatda? Muammo bo'lsa, sirazi aytinglar. Haqiqatan chaqiradi, muammo bo'lsa qayerdadir birpasda yordam qilib, misol davlat xodimlari ham ishimizni yengillashtirib beradi. Masala yo'q, xudo xolasa. Ravshan aka qarang, zavodni mana shu holatga keltirish uchun bu oilaviy biznesimiz deb aytdingiz, akangizlarni ham ko'rdik, gaplashdik. Qanaqa minuslar bo'lgan? Sizda eng katta yo'qotishlar qancha bo'lgan bu korxonani hozir shu оборотga, shunaqa sharoitgacha olib kelguncha? Endi biznesda o'zi aslida menimcha biz desam, jamoat desam to'g'riroq bo'ladi. Bu holatga kelgungacha ancha tavakkallar bo'lgan. Ya'ni o'sha Merfen jamoamizda 2016-yilda o'sha Turkiya bilan ishlagan paytimizda biz Turkiyaga borib mahsulot olganmiz. $800,000 qarz bilan kelingan o'sha paytda. 2016-yilda $800,000 qarz bilan kelingan. Keyin shu jamoa yaxshiligi uchun harakat qilib, o'shanda qanaqadir xatoliklar bo'lgan. Endi adashadigan joylari ham bo'ladi-da biznesda. Jamoani birdamligi sababli bu vaziyatdan chiqib ketganmiz. O'zi aslida agar birdamlik bo'lmasa, jamoa yaxshi shakllanmasa, bunaqa holatlarda ko'p zavodlar o'tirib qoladi. Misol uchun biz uchun juda katta summa bu, misol uchun. Endi shunaqa holatlarda nima yo'l tutdingiz? $800,000 endi bu kichkina summa emas. Hozir meni jamoa bilan qattiq harakat qildik yoki dizayn o'zgartirdingizmi yoki umuman boshqa narsa ishlab chiqarishga o'tdingizmi? Poyabzalda qanaqa burilish qilib, qanaqa yangilik qildingiz bu minusdan chiqib ketishingiz uchun? Endi buni qanday aytsam bo'ladi? Bu bunaqa holatda biz o'sha paytda biz zagotovka olib kelganmiz Turkiyadan. Zagotovka olib kelib, narxi quygan mahsulotimiz narxi tan narxidan pastga tushib ketgan. Tan narxidan pastga tushib ketgan. Quyganimizda, ya'ni o'sha deylik, ustunga tayyor bo'ladigan bo'lsa, bozorga chiqsangiz 2 so'm. Bu degani minusga qarab ketyapti. Ya'ni shu umuman obus sohasida zagotovka bilan ishlaydiganlar yaxshi biladi. Ma'lum bir vaqtda olib kelgan narsangizni quyib ulgurmasangiz, zagotovka olib kelsangiz, keyingi yilga o'sha u yarim narxiga ham olmaydi kerak bo'lsa. Shu darajada pastga tushish xavfi bor. Bu paytda endi bizda, jamoamizda, o'zimiz dizaynerlar, jamoamiz yaxshi bo'lganligi uchun yaxshi yangiliklar qilib, shu nima desam bo'ladi? Shu qarzlarni nimalarni to'lab yuborganmizda. Qarzlarni muammolar yechilib ketgan. Agar bu paytda faqat nima desam bo'ladi? Biz faqat shu zagotovkani o'ziga suyanib qolganimizda, agar yangilik qilib bir o'zimizdan bir narsa ishlab chiqarib, jamoa birlashmaganimizda, tushgan holatga tushib qolganimizda bu vaziyatdan chiqib keta olmagan bo'lardi. Biz endi avvalo o'sha boshimiz, akamiz to'g'ri yo'lga boshlagan. Keyin bizni jamoadagilar, modellerlar, ish boshqaruvchilar to'g'ri yo'lda tutganligi uchun shu vaziyatdan chiqib ketganmiz. Avvalo o'sha shunaqa bo'lgan. Endi bunaqa qarzga kirganda ham jamoaviy hamma bir-birini tushunib, to'xtab qolmasdan muhimi qattiq harakat qilsa, bunaqa qarzlar hech narsa emas ekanda. Ha, yaxshi harakat qilsa qarzlash demadi. Endi demoqchiman, biznes bir tekisda ketmaydi doim. Deylik, misol o'ylaysiz, harakat qilasiz, bir joyga borasiz, tovar olib kelasiz, ishlab chiqarish qilasiz, muncha foyda qilaman, yo'q. Bu narsa o'sha Xudoning aytgani bo'ladi. Belgilangan o'sha bu narsa minusga ketishi ham mumkin. Bu narsa misol o'ylaganingiz bo'lishi mumkin, o'ylaganingiz bo'lmasligi mumkin.
o'ylaganingizdan oshiqcha bo'lishi ham mumkin. Buni oldini biznes deb qo'yish. Shuning uchun bu tavakkalchilik imkon qadar shunday paytda yaxshi jamoa bo'lsa, bir-biriga suyanib, shunday vaziyatlarni bemalol yaxshi chiqib ketadi. Yana bitta narsa, Ravshan aka hozir mana har xil yoshlar o'rtasida, keyin tadbirkorlik faoliyatiga endi kirib kelib turgan insonlar mana shu poyabzal biznesiga qiziqish ham kuchayib ketyapti. Hozir O'zbekistonda ham kuchayapti, ko'payyapti. Bularga mana 3 ta zavodi bor, shunaqa darajaga yetishgan inson sifatida ozgina bo'lsa ham motivatsiyami yoki maslahatmi, nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Shu haqida bir ikki og'iz aytib. Endi asosan birinchi o'rinda bozorni yaxshilab o'rganish kerak. Bozorni yaxshilab o'rganib, jamoa tuzib olish kerak oldin. Jamoada o'sha bitta o'zi qila olmaydi. Bu soha misol o'ziga yarasha murakkabligi bor. Asosan shu bozorni yaxshilab o'rganib, rejani tuzib, bir harakat qilib ko'radi-da. Sekin-sekin katta marralarga yetishaveradi. Oz-ozdan boshlash kerak. Hali qarzga qilib, katta qilgandan o'zini puliga ozginadan boshlab turib, qarz olib, qarzga kirib ketmasdan, misol uchun oz-ozdan boshlab, sekin-sekin, keyin bozorda o'rganib, klientlarni ko'paytirib, sekin-sekin bozorda egallab, ob'yomni oshiraveradi. O'sha ish vaqt davomida yoniga o'sha o'zini kerakli xodimlar sekin-sekin to'planaveradi. Misol uchun kerakli yonida jamoadagi odamlar to'planadi. Keyin o'sha jamoadagi odamlar to'plangandan keyin katta riskovatlarni qilsa bo'laveradi. Ungacha sabr bilan bozorda o'rganib, endi hamma ham misol uchun yaxshi pul topgisi keladi. Riskovat qilish kerak, lekin faqat haligi oldin yaxshilab o'ylab turib, siz aytgandek, ozginadan boshlab, keyin hisobi chiqqandan keyin, jamoa bo'lgandan keyin katta riskovat qilsa, menimcha to'g'ri yo'l bo'ladi. To'g'ri. Hozir yana bitta qiziq savol bor. Endi men bu savolni ko'pchilikka beraman. Qarang Ravshan aka, pul baxt olib keladimi? Nima deb o'ylaysiz? Pul baxt olib keladi, faqat to'g'ri joyga sarflansa. Pul endi pul kerak narsa, faqat halol yo'ldan topilsa baxt olib keladi. Agar u misol uchun kimnidir aldab, kimnidir misol uchun yolg'on gapirib, qanaqadir yo'llar bilan topilsa, pul hech qachon baxt olib kelmaydi. Men shunday odamlarni bilaman. Pul nihoyatda ko'p, lekin baxtsiz. Ko'pchilik biladi. Bu pul baxt olib kelish uchun pulni imkon qadar shu pulga mehr qo'ymasdan, pulni shu yaxshi yo'lda, to'g'ri yo'lda topib, to'g'ri yo'lga sarflash kerak. Bu hammamiz ham vaqtinchamiz. Misol uchun hech kim misol buncha yashaysan deya olmaydi. Shuning uchun borida yaxshi to'g'ri yo'lga sarflab, qo'ldan kelgancha yaxshilik qilib, yaxshi yashash kerak shu. Lekin yana bitta gapingiz qolib ketdi. Pul jigardan bo'ladi. Akamning gaplari. To'g'ri. Pul jigardan bo'ladi degan gapda ham bir nima bor. Misol uchun men uni nimaga aytdim sizga? O'sha 2018-yilda Chechniyaga eksport qilganmiz 5000 ta oyoq kiyimni. Bu narsa to'liqligicha o'sha deylik $25,000 bo'ladigan bo'lsa, shu pul to'liqligicha tasavvur qiling, $25,000 chiqyapsizda, ko'chaga tashlab yuboryapsiz, misol uchun. Xuddi shunday holat bo'lgan. Plus vaqtingiz. Bir oy mehnat qilgan narsangiz osmonga uchib ketgan. Bu narsa butun jamoaga katta dars bo'lgan. O'sha hammamiz o'sha joyda sukut saqlangan, misol uchun o'sha hamma o'ziga yetarli xulosani qilib olgan o'sha paytda. Demak, o'sha doimiy sifatli mahsulot ishlab chiqarish kerak degan xulosa mana shu joyda kelib chiqqan. Bu narsa hamma uchun dars bo'lgan. Hamma uchun dars bo'lgan, ishxona uchun. Shuning uchun bizda misol uchun agar mahsulot sifati ayniydigan bo'lsa, ishxonada ish to'xtaydi. To'xtatda yana boshqatdan noldan boshlaymiz. Deylik, hozir mana sizga 6000 ta, 7000 ta degan bo'lsam, agar sifat aynib ketadigan bo'lsa, bitta ish boshqaruvchi akalarimiz bor, kiratda ishni to'xtatadi. Ishlab ko'ryapsiz, 100 ta odam ishlayapti, to'xtaydi. Noldan boshlab boshqatdan yana sekin etapda chiqishni boshlaydi. Keyin sekin yana o'sha nimaga chiqib oladi, songa chiqib oladi. Ungacha o'sha foydadan ham kechamiz, bitta ratsenka ishchilaydi ishchilar, ular ham foydasidan kechadi.
Shunaqa bo'lib, u bizga ham dars bo'ladi, ishchilarga ham dars bo'ladi. Demak, nima sifatsiz mahsulot ishlab chiqarish mumkin emas ekan degan xulosaga keladi. Endi men ko'chada ko'proq biznesmen tadbirkorlar bilan ko'p muloqot qilaman. Ko'pchilik o'zini faoliyati bitta ishlab chiqarish bilan shug'ullangan yoki tadbirkorlik, xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi-da, qo'shimcha bizneslar ham qoladi hamma. Sizda ham mana ko'ryapmiz, 3 ta zavod faoliyati почти bir xil. Poyabzal ishlab chiqarish, seriyo, undan keyin yana bitta ishlab chiqarish, bundan keyin bu yerda hammasi poyabzalga asoslangan. Endi sizda bitta savolim, qo'shimcha yana bironta bizneslaringiz bormi? Bizda endi otamiz o'zi asli quruvchi bo'lganlar, keyin o'sha O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin частный bizneslarga o'tib ketishgan. Shu biznesning orqasidan shu misol keyin oyoq kiyim biznesiga kirganlar. Undan oldin dadam o'zi asli kasblari quruvchi bo'lganlar. Dadamiz. Keyin men bir kun akamga aytdim, aka shunaqa biz ham qurilishga qandaydir bir qiziqyapman desam, akam mayli bir agar hisobing chiqayotgan bo'lsa qilib ko'rgin deb nima qildilar. Keyin biz hozir o'sha Farg'ona shaharida birinchi ishimizni o'sha 150 talik xonadonni qurib bitkizdik, tayyor holatga olib keldik. O'sha bitirib oldingiz. Ha, bitirib oldik o'sha. Bitirdik. Endi boshida mashaqqat bo'ldi-yu, lekin o'sha qanaqadir ota kasb bo'lgan, ishga mehr bor, qiyinchiliklar bo'ldi, hamma yo'q esdan chiqdi. Hozir bunday borib binoda o'zini ko'rib, misol uchun qilgan ish Xudoga shukr, mana oxiriga yetdi, chiroyli bo'ldi, ko'rib, hamma qiyinchiliklar esdan chiqib ketadi. Ha, o'sha qilgan ishingizni ko'rib turib, mehnatni ko'rib turib, Xudoga shukr. Qo'shimcha biznes deb men bironta ishlab chiqarish va yana qanaqadir yo'nalishda faoliyat yurityapsizmi deb so'ramoqchi edim. Juda ham katta qurilish kompaniyasi haqida gapirdingiz. Hozir o'sha unaqa dom qurib bitkizish yo'nalish oson emas. Oson emas ekan. Endi hozir bitta o'sha joyda borib u biznesingizni ham ko'rsak bo'ladimi tepasida? Ha, ko'rsak bo'ladi. Faqat mana shu bitta narsa aytib o'taman. Biznesdan yana bir narsa, biznesdan oldinga qilinadigan ish yoshlarga birinchi o'rinda shu ota-onani rozi qilish deb o'ylayman. Chunki ota-onani bir katta odamlarning gapi bor. Ikkita odam ishlamasa bo'laveradi. Ota-onani rozi qilgan odam ishlamasa bo'laveradi. Norozi qilgan odam ham ishlamasa bo'laveradi. Sabab rozi qilgan odamni Xudo rizqini shunaqa o'zi ulug' qilib bergan, o'zi kutmagan joydan kelar. Norozi qilgan odam har qancha tirishsin, boshqa qilsin, u 1-2 bo'lmas ekan. Shu ko'rib turgan hamma narsangiz shu ota-onani roziligi ostida bo'lgan narsa. Shunaqa. Do'stlar, hozir Ravshan akamni 4-bizneslari chiqdi, ya'ni qurilish bo'yicha. Hozir yangi domda 150 ta xonadonni qurib, o'zi bitkizib qo'yishibdi. Hozir buni ham sizlarga to'liq ko'rsatishga harakat qilamiz. Ravshan aka, ketdik, bo'lib ko'ramiz. Do'stlar, hozir mana biz 4-lokatsiyaga yetib keldik, ya'ni Ravshan akamlarning qurilish obyektlariga keldik. Ravshan aka, ochig'i men buni domda o'tganda, ketganda ko'rdim. Lokatsiyasiga vobshe qoyil qoldim. O'zingiz bitta tushuntirib bersangiz endi. Lokatsiya endi bu bizni birinchi ishimiz bo'lganligi uchun, shuning uchun lokatsiyani imkon qadar markazlashgan joydan oldik. Ya'ni o'sha viloyat hokimiyatining yo'li va Universal bankni ro'parasida. Endi hamma qulayliklarni qilib qo'yibsiz. Dom shunaqa chiroyli, ko'zga sirasi tashlanyapti. Endi bitta ichkarilarni ham ko'rsatsangiz bizga. Marhamat, ichkarilarni ham bir ko'ramiz. Ko'ringlar. Marhamat. Keling. Sotuv ofisi endi bu. Ha, bu sotuv ofisimiz Dostonbek. Xo'p, aka, bunda obyektni tashqaridan ko'rinishini ko'rdik. Umumiy nechta xonadon bor bu yerda? Jami bizda bu obyektimizda 150 ta xonadonimiz bor. Biz asli o'zi topshirish muddatimiz 2026-yil 9-sentyabr qilib belgilangan. Lekin biz muddatdan oldin harakat qilib topshiryapmiz. Mana shu iloji Xudo xolasa oyda oxiriga topshirib boramiz obyektimizni. O'zi tayyor bo'libdi. Tayyor bo'lib qoldi. Qaysi yildan boshlangan qurilish o'zi? 2024-yilda boshlangan. Sentyabr oyida. 2 yilga muddat beriladi. Xudo xolasa bizni montaj ishlarimiz yakunlandi, почти. Ozgina hujjat ishlari bor, shuni tugatsak, obyekt topshirib boramiz. Muddatdan oldin juda katta natija. Yana tüm bo'ldi siz birinchi kirishgan biznesingiz endi. Ravshan aka, endi bu sohaga birinchi kirib kelishim, birinchi boshlashim dedingiz. Qurilish sohasida qanaqa qiyinchiliklar bor ekan? Shunaqa emotsiyalar, qanaqa emotsiyalar bo'ldi bunaqa chiroyli joylar qurib qo'ygandan keyin o'zingizda? Endi hamma sohada ham o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Bu sohada ham misol uchun noldan boshlab
aytadigan bo'lsa, endi qiyinchiliklar bo'ldi, sekin-sekin endi ularni yengib o'tdik. Hozirda endi shu etapda turibmiz. Qiyinchiliklarda kerakli xulosalarni chiqardik, kamchiliklar paytda to'g'riladik, boshqa qildik. Xudo xolasa nasib qilsa keyingi qurilishlarda shu qiyinchiliklar menimcha ancha kamayadi degan umiddaman. Hozir o'zingiz mana yangi mutaxassis sifatida qilgan ishingizdan 100% ko'nglingiz to'ldimi? Nima deb o'ylaysiz? 100% ko'nglim to'ldi. Sabab biz aynan birinchi ishimiz bo'lganligi uchun bu qurilishda biz o'sha imkon qadar eng sifatli mahsulotlarni qo'ydik, chunki birinchidan bu bizning birinchi ishimiz. Ikkinchidan yangi kirayotgan sohangizga yaxshi bo'lishini xohlasangiz, umuman o'zi eng yaxshisini harakat qilib qo'yganingiz yaxshi. Chunki ertaga eskina shu joyda mana shu yaxshi qilmagan ekanman demasligi uchun biz eng yaxshilarini tanladik va shularni misol uchun qurilish uchun ishlatdik. Men qilgan ishimdan xudo xolasa ko'nglim to'ldi. Endi hamma quruvchilar bitta shunaqa obyekt qursa, o'zi uchun bitta xonadonni olib qo'yadi yashashga. Endi siz ham o'zingizga oldingizmi bitta xonadon? Biz o'zimizga 3 ta oldik. 3 ta oldik. Biz o'zi 3 ta aka-ukamiz. 3 ta aka-uka bittadan o'sha o'zimizga uy olib oldik. Demak, bu yerdan uy olsak, shunaqa biznesmen bilan qo'shni bo'lar ekanmiz. Albatta, birga turamiz. Xudo xolasa. Ravshan aka, hozir mana uy tayyor bitgan. Hozir ko'rib chiqdik. Hozir hovlilarda ham o'sha videoda ko'rsatishadi. Hozir sotuv davom etyaptimi? Tugagani yo'qmi hali xonadonlar? Sotuv davom etyapti. Biz sotuvlarda biz asosan sotuvda uyda 70% bitkizgandan keyin sotuvni boshladik. Sabab hozirgi kunlarda shu ko'p eshityapmiz, quruvchilarda bitkizilmagan holati bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Shu odamlarda qanaqadir ishonchsizlik bo'lmasin deb turib, sotuv jarayonini biz katlamanda boshlamadikda. Ya'ni o'sha 70% bitgan holatdan keyin sotuv jarayonini asta-sekinlik bilan boshladik. Chunki bizni birinchi ishimiz bo'lganligi uchun o'zimizni ko'nglimiz to'lgandan keyin biz birovlarga o'sha tavsiya qilishni boshladik. Demak, do'stlar, Farg'ona shaharidan shu kunlarda kimdir uy olmoqchi bo'lsa, lokatsiyaning eng zo'ri, yaxshi variant chiqib qoldi. Mana kelib bemalol mana shu sotuv ofisida mana shunaqa uylardan sotib olishingiz mumkin. Albatta. Endi Ravshan aka, biz ham sizga bitta arzimagan sovg'amiz borda, homiylarimiz tomonidan mana shuni shunaqa qabul qilib olasiz aka. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi suhbatimiz menimcha hamma uchun manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Ravshan aka, o'zi 150 ta xonadonni o'z egalariga topshiryapsiz. Xudo xolasa. Shu proses hozir davom etyapti. Bundan keyingi loyihalar qanaqa bo'ladi, qanaqa obyektda bo'ladi? Endi bu 150 tada 300 ta, 400 ta, 500 taga qachon olib chiqamiz? Xudo xolasa bizda hozir yana rejalarimiz bor, mo'ljallab qo'ygan. Keyingi planimiz 300 ta, 400 talik aynan shu topgandek gapirdingiz. Shunaqa planni rejalashtiryapmiz. Xudo xolasa bozor talabiga qarab nasib qilgancha qilamiz, xudo xolasa. Endi shu planlar amalga oshib turganda yana bir marta bizni chaqirasiz, shunaqa yana bitta bizneslaringiz kengaytirilgan holatda to'liq qilib yana bitta obzor video qilib siz bilan intervyu qilamiz aka. Rahmat. Men avvalo gap so'ngida sizlarga shu jamoalaringga shunchalik vaqt ajratib, hurmat qilib kelganlaringga rahmat aytaman. Sog' bo'linglar. Ishlaringga yana ham muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat. Sizga ham ishlaringizga omad aka. Do'stlar, endigi intervyularda qaysi soha vakillarini olib chiqishimizni xohlaysizlar? Kommentariyada javoblaringizni kutaman. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.